Assalomu alaykum hamma kanalimiz a'zolari mehmonlariga. Xudo xolasa keyingi navbatda avtomat reskamizni Andijon viloyati Baliqchi tumaniga Oltinko'lga tayyorlayapmiz. Hozir xudo xolasa yig'ish jarayonlarida reskamiz. Shu patchullik val ishlari qo'ygan. Eng oxirgi modelda reskalar yig'yapmiz. O'zi kesib, o'zi chiqib, o'zi qaytib o'chadigandan. Reskani o'zi kerak bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqib olasiz do'stlar. Bu akamizga oldin liniya qo'yib berganmiz, qolplari bilan hamma yo'q bilan. Faqat o'sha reskasi keyinchalik olaman deyapti. Shu 20 kun o'tib oradan sразу reska zakaz berdi akamiz. Xudo xolasa shu yangi ipskada reskalarimizni tayyorlab beryapmiz. Bu yoqda penablok qolplarimiz bor, yevro qolplar do'stlar. Sharnerlik razmerlar 20, 30, 60 razmerda chiqadi. Har 20 santimetrga tikkasiga profil tortiladi bu qolplarimizga. Taylarda ham profil bo'ladi, sharnerlar bilan yo'llarni uchta cho'torgan bo'ladi. Yo'llar обязательно rezvalik, kakpolovjni qilib chiroyli qilib beramiz. Rastvor oqmaydi, yaxshi tomoni bunda rastvor oqmaydi. Burchaklari, razmerlari o'ta ideal darajada chiqadi bularga. Komplektda 3 ta qolip bo'ladi, $800 dan boshlab chiqaveradi do'stlar narxi. Bu yerda Strasvartning lentalarimiz xolos bu ham tayyor holatda 100%. Gazovolok quyish uchun mishalkamiz. To'rlik, 5 listlar ishlatiladi bunga. Qozon qopqoqlariga, yonlariga to'rlik, ugonlari ham yaxshisidan qo'yib beriladi, balonlarni hammasini. Bu ruchnoy liniyalarimiz bu. Bu yerda shablon reskalarimiz ham bor. Razmerlari 10lik, 20lik, 30lik, 40lik xohlagan razmerlarda kesib chiqarsalar bo'ladi. Bu ham universal. Qolib besagani zagadovka profillar. Bu ashi avtomat reskalarimiz migalari hammasi ashi yangi holatda qo'yib beriladi do'stlar. Sensorli datchiklari bilan kakpolovjning bu yerda sekund tomellari xohlagan sekundlar qo'yaverasizlar, kesib tushish vaqtlarini ko'rib turibsizlar bo'ladi bu yerda. Motorlari ham yangi holatda bo'ladi. 220 384 ga bemalol moslab ishlatib beramiz. Buni hozir 384 ga yiqqanmiz. Mana shu latoy listlarimiz penavlov uchun bu. Bu yerda hozir mishalka yig'ish jarayonlari ketyapti. Ichki ko'rinishlari xuddi shu holatda bo'ladi do'stlar. Mana shu liniyani mishalkalari bu ham. Shablon bochkalarimiz bu. Gazovolokka 1 tonnalik bochkalar. Umuman qanaqa stanovlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. O'zbekiston bo'yicha dastavka uстановка xizmatlarimiz bor. Mehnatimiz qadrlagan holatda bir dona like tugmasini bosib qo'ysalar do'stlar, xudo xolasa bilan obuna bo'lib kanalga videomiz rivojlanadi. Kimgadir qiziq bo'lsa shu stanovlar bemalol aloqaga chiqib olasizlar. O'zbekiston bo'yicha dastavka uстановка xizmatlarimiz bor. Olib borib yetkazib, yushlari o'rgatib 100% ishga tushirib beramiz do'stlar.